Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Almazbek, mana sizni topib keldik. Juda ko'p bemorlardan eshitdik, yaxshi gaplarni eshitib keldik. O'shanga sizga hozir birinchi beradigan savolim, o'choqli soch to'kilishiga chesnok yoki qalampir surish to'g'rimi? Endi asaldan bu narsa xalq orasida bor narsa, chunki qalampir yoki chesnok o'choqli to'kilishda razrejeniya bergan hisobiga soch o'stirish vazifasini bajarishi mumkin. Lekin juda ham ko'p surib yuborish natijasida kuydirib qo'yish, ildiz o'smay qolish natijalari ham juda ham ko'p. Hozirgi kunda endi meditsina rivojlangan sari bu autoimmun kasallik hisoblangan sari bo'tga menimcha gormonal mas surgan ma'qulroq. Va albatta lekin gormonal mazni ham o'zini normalari bor surishi. Chunki ko'p surgandan keyin u ham atrofiya o'sha joyda nojo'ya ta'sirlarni ko'rsatishi mumkin. O'shaning uchun menimcha trixologga maslahatga uchrashgan yaxshiroq albatta. Haqiqatan o'choqli to'kilishmikan u? Va albatta o'choqli to'kilishda bir o'choqli bo'lsa, bir xil o'choqli alopetsiyalar aytiladiki, что 6 oy davomida o'zidan o'zi hal bo'lib, soch o'sib ketishi mumkin. Chunki o'choqli alopetsiyaning asl sabablaridan biri bu stress, yosh kattalarda. Stress va ichki kasalliklar buzilishlar hisobiga, gormonal o'zgarishlar hisobiga bo'lishi mumkin. Bolalarda soch to'kilishichi, bolada soch to'kilish. Bolalarda o'choqli soch to'kilish ko'proq genetikaga bog'liq deb hisoblayman. Genetika hisobiga shu autoimmun proses yoqiladi, shuni hisobiga to'kilish bo'lishi mumkin. Bolalarga yana ko'p narsa xatoliklar bo'lyapti, chunki gija bilan bog'lashyapti. Gija hisobiga to'kilish yoki qanaqadir chesnok, qalampir, achishtiruvchi, spirt, oksus surishlar bo'lyapti. Shu narsalarni noto'g'ri deb hisoblayman. Albatta trixolog maslahati bilan bu narsani hal qilish kerak deb o'ylayman. Albatta bolalarda buni ertaroq va tez davolash kerak deb o'ylayman. Ko'proq kimlarda ko'proq davolasa ko'proq anaqa bo'ladi, natija bolalardami yoki kattalardami? Natija ko'proq kattalarda yaxshiroq bo'ladi. Nimaga? Chunki kattalarda bizga mezoterapiya o'sha qilinadigan ukollari, lazerlari, tekshiruvlari ishlash osonroq, chunki travmatizatsiya o'sha qilsangiz yosh katta odam chidamliroq, sabrliroq ishlasa bo'ladi. Lekin bolalarga qilish bu demak organizm tayyor demoqsizda. Organizm tayyorroq va ishlash osonroq, chunki maksimal darajada protsedurangizni qilsangiz bo'ladi. Bolalarda o'sha qilinadigan mezalar yoki boshqa narsalarni qilib bo'lmaydi, chunki aytib o'tganimdek bu stress faktori ham juda ham katta rol o'ynaydi. Shu stress faktorida neza qilsangiz bu bola yana ham ko'proq stressga tushib, yana ham to'kilish kuchayib ketishi mumkin. Shuning uchun bolalarda juda ham ehtiyotkor va mahorani bir tekis yondashish kerak. Endi ana meza deganingiz u endi to'g'ri professional anaqadan, endi tomoshabinlarimizga meza nimaligini bilmasligi mumkin. O'sha qisqacha bir aytsangiz meza To'kiladigan joylarga, o'sha to'kilgan sohalarga qilinadigan o'zlarini dorilari bor, dori vositalari to'kilish darajasiga qarab o'sha qilinadigan ukollari bor. O'sha qilinadigan ukol bu mezoterapiya deyiladi. O'sha teri ostiga jo'natish imенно shu to'kilgan sohani o'ziga. Undan tashqari yana qilinadigan fototerapiya, lazerli terapiya degan protseduralar bor. Bu yana ham o'sha natija ko'proq olishga yordam beradigan narsalardan bittasi. Men o'zim ham guvoh bo'ldim. Bir ikkita o'sha patsientlar xursand bo'lib chiqib ketayotgan ekan, anaqa qilib natijalar bo'layotgan ekan. Rahmat. Men bir xil odamlarni ko'rganman-da, o'zim ham hayron qolganman. Qosh ham yo'q. Choch ham yo'q-da. Qoshi ham to'kilib ketgan, choch ham to'kilib ketganda. Bularning diagnozi nima o'zi? Keyin bularga choch eksa bo'ladimi? Ha, bular diagnozi o'sha aytganimdek, o'choqli alopetsiyani осложненный formasi shu. Oxirgi stadiyasi universalniy alopetsiya deydi. Universal darajasi bu qosh, kiprik, umuman badanda tuk qolmaydi. Aytib o'tgandek, o'sha autoimmun prosesda butun badandagi tuklar hammasi to'kilib ketadi. Lekin ko'pincha analiz qilganimizda 5 yillik, 10-15 yillik bemorlarimiz keladi. Davolanmagan, natija bo'lmagan shu trixoskopiya degan apparatimiz bor. Soch ildizi bor yo'qligini tekshirish natijasida ko'ramiz.
va albatta bor bo'lsa statsionar shu yoki ambulator davolayotganimizda o'sha meza boshqa lazerlar qilgan hisobiga ko'p yaxshi natijalar bo'lyapti. Soch ekish masalasida ularga soch ekish maslahat bermayman, chunki ko'p hollarda bu ildizlari bo'ladi va ekish kerak emas. Chunki tabiiy o'zlarini sochi o'ziga qaytadi davodan keyin albatta. Demak, davolagandan keyin o'ziga qaytadi. Albatta. Qilib ko'radi shu ishni. Shu to'g'rimi, noto'g'rimi shu o'qiyotganim YouTube'da ko'rib qolasiz-ku. Bu cho'ta chesnok haqida mana shu narsani qilyapman, to'g'ri qilyapmanmi yo'qmi? Shu narsa tegib o'tib ketsin degan maqsadida. Haqiqatan Telegramlarda rosa ko'p keladi. Chesnokdan anaqa qiling, bunaqa qiling. Demak, noto'g'ri bular. Yo'q. С какой-то степени to'g'ri. Например, уже bitta o'choq bo'ladi, katta stress bo'ladi bir marta. Shu stress o'tib ketdi. Organizm joyiga tushdi, immunitet joyiga tushdi. Chesnok surmasa ham 6 oy davomida, 6 oy 1 yil ichida soch o'zi o'sib ketadi. Bir o'choqli bo'lsa. Chesnok Surmasa ham. Churasa chesnok как раздражитель ildizga uni sochini tezroq chiqarishga yoki qalampir yordam beraveradi. Faqat shu maqsadda. Lekin agar autoimmun proses to'xtamagan bo'lsa, chesnok suradimi, surmaydimi, yana bitta o'choq paydo bo'ladi. 3-inchisi, 4-inchisi va qo'shnisi subtotal, total keyin universalga aylanib ketishi mumkin. Soqol to'kilish o'sha qanaqa turlari aytayotganimda shu faqat sochda bo'lmaydi. Qoshdan to'kilish boshlanishi mumkin. Faqat soch soqol joyida yoki soqol o'zida o'choqli bo'lishi mumkin. O'shalar. Chunki faqat o'choqli alopetsiya degan hamma shu boshning sochli qismida bir to'kilib qolish deb o'ylaydi-da. Men ko'rganman, kesga o'xshab, men soqollar ma'nitida to'kilgan, beti to'kilgan. Albatta, o'sha ham o'choqli alopetsiya hisoblanadi. Va albatta, lekin soqol, qosh, kiprik meni fikrim bo'yicha davolashga tezroq, moyilroq bo'ladi. Tezroq tuzaladi. Nimaga? Bilmadim, qon aylanish sistemasi yaxshiroq bo'lgan hisobiga bo'lsa kerak. Chunki qosh, kiprik, sochda qon aylanish sistemasi ancha rivojlanganroq boshning sochli qismiga qaraganda va tezroq tuzaladi. Mana hozir juda ham ko'payib ketdi. Men badla, mana sochni o'stirib yuboradigan shampullar, badla. Bunga nima deysiz o'zingizni shaxsiy, mana professional jihatdan, men doktor sifatida sizni murojaatingiz bu effekt bo'lyaptimi, chiqyaptimi? Badla masalasida endi fikrim juda ham yomon emas. Qanaqadir immunitet ko'taruvchi vazifani bajarib beradi. Lekin o'choqli alopetsiya bu organizm o'ziga o'zi qarshi kurash natijasida bo'layotgan kasallik hisobiga men o'ylaymanki, agar proses kuchli bo'layotgan bo'lsa, ular yordam bermaydi. Aytib o'tganimdek, bu o'choqli alopetsiya boshlandi, kuchli stress hisobiga bo'lgan bo'lishi mumkin. Bitta o'choq paydo bo'ldi va stress joyiga kelgan ekan, o'zidan o'zi hal bo'lib ketishi mumkin. Va o'sha inson o'sha bad ichda qanaqadir reklama bo'layotgan shampunlarni ishlatib ko'rdi, lekin undan natija bo'lmagan bo'lishi mumkin. Ili yaxshi bo'lib ketishi ham mumkin. Shuni hisobiga degan fikr ham paydo bo'lishi mumkin. Agar lekin prosesi kuchli, qaytalanmovchi, to есть bir o'choq bo'lyaptimi, ikkinchisi, uchinchisi paydo bo'lyaptimi, bu albatta vrachga uchrash kerak deb o'ylayman, chunki bu og'ir darajalarga subtotal, total yoki o'sha aytganimdek universal qosh, kiprik hammasi to'kilib ketish darajasiga borish kerak emas deb o'ylayman. Chunki universal alopetsiyani davolagandan ko'ra, shu hamma joy to'kilib ketgan sochli odam davolagandan ko'ra, bir o'choqli odamni davolab tezroq tuzatib olish ehtimoli yaxshiroq va natijasi tezroq bo'ladigan natijalar. Almazbek, hozir mana ko'rdik, hozir patsientlar ham kelayotgan ekan, biz vohliroq oldik syomkani, o'shaning uchun siz ish boshlashingiz kerak, biz sizga xalaqit qilmaymiz. O'shanga rahmat. Sizlardagi doktorlar ko'paygani yaxshi, bilimli. Bugunga xayrlashamiz. Sizni tilaklaringiz. Tilaklarim shu insonlar albatta har xil ko'chada reklama bo'layotgan mavzularga to'xtamasdan albatta hamma o'z ishini shug'ullanishi kerak. O'shaning uchun o'choqli alopetsiyamiz bu juda ham dolzarb mavzu hisoblanadi. O'shaning uchun albatta biz ham boshqa ham albatta trixologlarga uchrashib, hatto o'sha yashash joyida bo'ladigan dermatologlarga uchrashib, to'g'ri davolanishga maslahat beraman. Rahmat. Sog' bo'ling.